Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va bu videoni tomosha qilayotgan har bir fuqaro. Bugungi mavzuyimiz shunchaki bir video emas, balki sizning kelajagingiz. Moliyaviy barqarorligingiz va umuman hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan juda muhim bir ogohlantirishdir. Hukumat yaqinda e'lon qildi. 2026 yil aprel oyidan boshlab har bir O'zbekiston fuqarosida bo'lishi shart bo'lgan bir qancha yangiliklar va talablar mavjud. Bu qoidalar sizning kundalik hayotingizga, davlat xizmatlaridan foydalanishga, bank operatsiyalariga va hatto oddiy uy-joy kommunal xizmatlarini to'lashgacha bo'lgan barcha jarayonlarga ta'sir qiladi. Shu sababli agar siz bugungi kunda muammolarga duch kelishni istamasangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Bu ogohlantirishni jiddiy qabul qiling, chunki e'tiborsizlik katta sarsolarga olib kelishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi va ular ham o'zlarini himoya qila oladilar. Xo'sh, avvallari qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Bilasizki, avvalgi tizim ancha oddiyroq edi. Sizda pasportingiz, bank kartangiz, kadastr hujjatlaringiz va boshqa qog'oz shaklidagi rasmiyatchiliklar mavjud edi. Har bir xizmat uchun alohida idoraga murojaat qilar edingiz, navbat kutardingiz, hujjatlar to'plamini taqdim etardingiz. Misol uchun, yangi uy sotib olsangiz, kadastr idorasiga borishingiz, uni o'z nomingizga rasmiylashtirishingiz kerak edi. Bankda hisob ochish uchun pasport bilan borib, shartnoma imzolashingiz kerak edi. Bu jarayonlar ko'pincha vaqt talab qiladigan, ba'zan esa byurokratik to'siqlarga duch keladigan murakkabliklarga ega edi. Axborotlar turli bazalarda alohida saqlanardi. Ularning o'zaro integratsiyasi yetarli darajada emas edi. Bu esa ma'lumotlarning noto'g'ri bo'lishiga, xizmat ko'rsatishda kechikishlarga va ayrim hollarda firibgarliklarga ham sabab bo'lardi. Ammo endi hukumat yagona raqamli fuqaro profili yoki qisqacha ERFP deb nomlangan yangi tizimni joriy etishni belgiladi. Bu tizim sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, mol-mulkingizga oid barcha ma'lumotlar, bank hisoblaringiz, soliqlaringiz, tibbiy tarixingiz va boshqa davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha ma'lumotlarni yagona bir platformada jamlaydi. 2026 yil aprel oyidan boshlab ushbu ERFPga ega bo'lmagan fuqarolar juda ko'plab muhim xizmatlardan foydalana olmaydilar. Hukumatning maqsadi davlat xizmatlarini raqamlashtirishni jadallashtirish, bürokratiyani kamaytirish, shaffoflikni oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashishdir. Bu tizim fuqarolarning hayotini osonlashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, unga tayyor bo'lmaganlar uchun jiddiy muammolar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda bu tizimga qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, 2026 yil aprelga qadar har bir fuqaro nimalarga ega bo'lishi kerak va kimlar bu o'zgarishlardan ko'proq xavotirda bo'lishi kerak? Birinchi va eng muhim talab bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi zamonaviy biometrik hujjat, ya'ni yangi turdagi ID kartaga ega bo'lishingiz shart. Eski namunadagi pasportlar yoki hattoki 2022 yillarda olingan eski ID kartalar ham 2026 yil apreldan keyin ko'pgina joylarda qabul qilinmasligi mumkin. Bu yangi ID kartalar barcha davlat xizmatlari bilan integratsiyalashgan ERFP tizimiga kirishning asosiy kaliti bo'ladi. Uning ichiga maxsus chip o'rnatilgan bo'lib, unda sizning biometrik ma'lumotlaringiz, barmoq izi, yuz surati, elektron imzoingiz va ERFP bilan bog'liq asosiy identifikatorlar saqlanadi. Kim xavotirda bo'lishi kerak? Birinchidan, agar sizda hali ham eski namunadagi pasport bo'lsa, sizda zudlik bilan uni ID kartaga almashtirish zarurati bor. Ikkinchidan, hatto ID kartangiz bo'lsa ham, uning muddati 2026 yilgacha tugasa yoki u ERFP tizimi talablariga javob bermaydigan avvalgi versiya bo'lsa, uni yangilash haqida o'ylashingiz kerak. Davlat organlari yaqinda ID kartalarining qaysi versiyalari ERFPga to'liq integratsiya qilinishini e'lon qilishi kutilmoqda. Shuning uchun kartangizning amal qilish muddatini va texnik xususiyatlarini tekshirib turish muhim. Masalan, 55 yoshli xola Dilbarni olaylik. Uning hali ham eski qizil pasporti bor. U ko'pincha nafaqa pulini olish uchun pochta bo'limiga boradi. Bank xizmatlaridan kamdan kam foydalanadi. Uning o'zi raqamli texnologiyalardan unchalik xabardor emas. 2026 yil aprelidan boshlab Dilbar xola nafaqasini olishda yoki kommunal to'lovlarni amalga oshirishda jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. Chunki eski pasporti orqali uning shaxsini tasdiqlash imkonsiz bo'ladi.
Hatto uning nafaqasini uyga olib keladigan pochta xodimi ham IRFP orqali uning shaxsini tasdiqlashi talab etilishi mumkin. Bu degani Dilbar xola ID karta olishi shart. Agar u olmasa, nafaqasini vaqtida ola olmasligi, hatto bank hisobidan pul yechib ola olmasligi ehtimoli bor. Davlat banklarida ham eski pasportlar orqali xizmat ko'rsatish to'xtatilishi mumkin. Ikkinchi muhim jihat bu barcha mol mulkingiz va aktivlaringizni raqamlashtirish va IRFP tizimiga kiritish. Bunga ko'chmas mulk, uylar, kvartiralar, yer uchastkalari, avtomobillar, yirik chorva mollari, hattoki qimmatbaho metallar va qimmatli qog'ozlar ham kirishi mumkin. Hukumat har bir fuqaroning mulkiy ahvolini shaffoflashtirishni maqsad qilgan. Bu soliq yig'imlarini optimallashtirish, moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish va mulkchilik munosabatlarida tartib o'rnatishga xizmat qiladi. Kim xavotirda bo'lish kerak? Birinchidan, agar sizda o'z nomingizga rasmiylashtirilmagan mol-mulk bo'lsa, masalan, meros qilib olingan, ammo hujjatlari yakuniga yetkazilmagan uy, siz buni darhol rasmiylashtirishingiz kerak. Ikkinchidan, agar sizda bir necha obyektlar bo'lsa va ularning har birining kadastr hujjatlari yangilanishi lozim bo'lsa. Uchinchidan, agar sizning mulkingiz bo'lsa-yu, lekin siz bu haqda ma'lumot IRFP tizimida aks etishiga ishonchingiz komil bo'lmasa, uni tekshirib ko'rishingiz zarur. Masalan, Toshkentda istiqomat qiluvchi tadbirkor Alisherni olaylik. Uning bir nechta ijara uylari va do'konlari bor. Ba'zi obyektlar hali ham eski kishining nomida turadi yoki hujjatlari to'liq emas. 2026 yil apreldan boshlab. Agar bu mol-mulk IRFP tizimida Alisherning nomiga rasmiylashtirilmagan bo'lsa, u bu mulklarni ijaraga berishda, sotishda yoki garovga qo'yishda juda katta muammolarga duch keladi. Hukumat platformasi orqali uning mulk egaligi tasdiqlanmasdan hech qanday bitim amalga oshirilmasligi mumkin. Bu uning biznesiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Hatto kommunal xizmatlarni to'lashda ham IRFP orqali mulk egaligini tasdiqlash talab etiladi. Aks holda gaz, elektr energiyasi, suv ta'minoti uzib qo'yilishi mumkin. Tasavvur qiling. Uning bir do'koni rasman hali ham bobosining nomida turibdi. Lekin bobosi allaqachon vafot etgan va merosxo'rlik hujjatlari hanuzgacha tartibga solinmagan. 2026 yil apreldan keyin bu do'konning kommunal to'lovlari to'xtatiladi. Chunki tizim uni ega bo'lmagan mulk deb hisoblaydi va Alisher uni rasman boshqara olmaydi. Bu o'z navbatida katta jarimalar va hattoki mulkni davlatga o'tkazish xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Agar egalik huquqi qonuniy tarzda tasdiqlanmasa. Uchinchi muhim jihat bu raqamli imzo allaqachon keng qo'llanilmoqda, ammo 2026 yil apreldan boshlab uning ahamiyati yanada ortadi. IRFP tizimidagi barcha muhim operatsiyalar, davlat xizmatlaridan foydalanish, shartnomalar tuzish va hatto ba'zi bir savdo operatsiyalari ham faqatgina imzo orqali amalga oshiriladi. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligini ta'minlash va firibgarlikning oldini olish uchun zarur. Kim xavotirda bo'lishi kerak? Agar sizda hali imzo bo'lmasa, uni zudlik bilan olishingiz lozim. Agar imzo muddati tugash arafasida bo'lsa, uni o'z vaqtida yangilash kerak. Unutmangki, IRFP tizimiga kirish va undan to'liq foydalanish imzosiz imkonsiz bo'ladi. Masalan, siz onlayn ariza topshirmoqchisiz, uy sotishga oid hujjatlarni rasmiylashtirmoqchisiz yoki bankdan kredit olish uchun onlayn murojaat qilmoqchisiz. Bularning barchasi e-imzo orqali tasdiqlanadi. Agar sizda e-imzo bo'lmasa, siz bu imkoniyatlardan mahrum bo'lasiz va barcha ishlaringizni eski qog'ozbozlik usulida hal qilishga majbur bo'lasiz. Bu esa 2026 yildan keyin deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. 4-talab bu zamonaviy bank hisobvaragiga ega bo'lish va uning IRFP bilan integratsiyasi. Ko'plab odamlar oddiy plastik kartalardan foydalanishadi, ammo 2026 yilga borib har bir fuqaro o'zining asosiy bank hisobvarag'iga ega bo'lishi va bu hisobvaraq IRFP tizimiga to'liq ulangan bo'lishi talab etiladi. Bu shuningdek nafaqalar, subsidiyalar, ish haqi va boshqa ijtimoiy to'lovlarni o'z ichiga oladi. Maqsad barcha moliyaviy oqimlarni shaffoflashtirish va legallashtirish. Kim xavotirda bo'lishi kerak? Agar sizda hali bank hisobvaraq bo'lmasa, uni ochishingiz kerak. Agar sizda bir nechta hisobvaraqlar mavjud bo'lsa, ularning barchasini IRFP tizimiga ulash bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishingiz zarur. Bundan tashqari, agar siz asosan naqd pul bilan operatsiyalarni amalga oshirsangiz, kelajakda bu jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko'plab savdo nuqtalari, bozorlar va xizmat ko'rsatish sohalarida naqd pulsiz hisob-kitoblar majburiy bo'lishi kutilmoqda. Masalan, qishloqda yashovchi fermer Rustam aka
uning o'zi naqd pul bilan ishlashga odatlangan. Bozorda mahsulotini sotadi va pulni darhol qo'lga oladi. Bank kartasi bor, lekin undan juda kam foydalanadi. 2026 yil apreldan boshlab bozorda mahsulot sotishda ham bank hisobiga pul o'tkazish talab etilishi mumkin. Shuningdek, Rustam aka o'zining davlatdan oladigan subsidiyalarni yoki kreditlarni olish uchun ERFP ga ulangan bank hisobvaraqaga ega bo'lishi shart. Agar uning hisobi ERFP bilan bog'lanmagan bo'lsa, subsidiya yoki kredit puli uning hisobiga o'tkazilmaydi. Bu esa uning xo'jaligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Hatto o'zi yetishtirgan mahsulotni sotishdan olgan daromadi ham ERFP tizimida aks etishi va soliqqa tortilishi mumkin. Agar u naqd pul bilan hisob-kitob qilishda davom etsa, uning daromadlari ko'rinmas bo'lib qoladi va u soliq majburiyatlarini bajarmaganlik uchun jarimaga tortilishi mumkin. 5 va yakuniy, ammo juda muhim talab, bu mening ID kabinetim deb nomlangan shaxsiy raqamli kabinetga ega bo'lalish va undan faol foydalanish. Bu kabinet sizning YRFP tizimining asosiy boshqaruv markazi bo'ladi. Unda sizning barcha ma'lumotlaringiz, xizmatlarga oid arizalaringiz, to'lovlar tarixingiz, tibbiy ma'lumotlaringiz va boshqa muhim hujjatlaringiz saqlanadi. Bu kabinetga ID karta va e-imzo orqali kirish mumkin bo'ladi. Kim xavotirda bo'lishi kerak? Hamma. Chunki bu kabinet davlat bilan bo'ladigan barcha munosabatlaringizning markaziga aylanadi. Agar siz undan foydalanishni bilmasangiz yoki umuman ega bo'lmasangiz, siz davlat tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlarning katta qismidan mahrum bo'lasiz. Masalan, yosh oila Farhod va Aziza, ular yangi farzand kutmoqda. Avvalgi tizimda ular tug'ilish guvohnomasini olish uchun FDIga, poliklinikaga, bolalar bog'chasiga navbatga turish uchun yana bir joyga borish kerak edi. 2026 yil apreldan keyin esa ular chaqaloqning tug'ilishini mening ID kabinetim orqali ro'yxatdan o'tkazadilar. Avtomatik ravishda tug'ilish guvohnomasi shakllanadi. Bolalar bog'chasiga navbatga turish ham shu kabinet orqali amalga oshiriladi. Agar ular kabinetdan foydalanishni bilmasalar yoki umuman ERFP tizimiga ulangan bo'lmasalar, chaqaloqqa oid hujjatlarni rasmiylashtirishda jiddiy kechikishlar va muammolarga duch kelishadi. Hatto farzandlari uchun bolalar nafaqasini olish ham bu kabinet orqali amalga oshiriladi. Agar ular kabinetga kira olmasalar, nafaqa pulini ololmay qolishlari mumkin. Farzandining maktabga borishi, oliy ta'limga kirishi ham kelajakda ERFP tizimi orqali amalga oshirilishi kutilmoqda. Shuning uchun bu kabinetdan foydalanish ko'nikmalarini hozirdan o'zlashtirish shart. Albatta, har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu ERFP tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va yashirin tuzoqlar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Birinchidan, jismoniy cheklangan imkoniyatlar bo'lgan shaxslar va keksa fuqarolar uchun istisnolar. Hukumat bu toifadagi fuqarolarga ERFP tizimiga integratsiyalashishda yordam berish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqmoqda. Masalan, nogironligi bor shaxslar yoki juda keksa yoshdagi, mustaqil harakatlana olmaydigan fuqarolar uchun uyiga borib xizmat ko'rsatish, ularga ID karta olishda, imzo rasmiylashtirishda va mening ID kabinetimdan foydalanishni o'rgatish bo'yicha maxsus mobil guruhlar tashkil etilishi kutilmoqda. Lekin bu istisnolar degani, siz umuman hech narsa qilishingiz shart emas degani emas. Bu shunchaki sizga ko'proq yordam beriladi va jarayonlar biroz soddalashtirilishi mumkinligini bildiradi. Siz baribir shu tizimga integratsiyalashishingiz kerak bo'ladi, faqat qulayroq sharoitlarda. Ikkinchidan, chegara hududlarida yashovchi yoki doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun nuanslar. Ba'zi fuqarolar, masalan, yoz mavsumida dala ishlarida ishtirok etish uchun bir hududdan ikkinchisiga ko'chib yuradi yoki doimiy yashash joyi sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda ularning ERFP tizimidagi ma'lumotlari yangilanishi yoki ularning o'ziga xos holatiga mos ravishda ro'yxatdan o'tishi jiddiy e'tibor talab qiladi. Davlat ularning ERFP ga kiritilishi uchun maxsus punktlar yoki mobil xizmatlarni yo'lga qo'yishi mumkin. Lekin agar sizning doimiy yashash joyingiz haqida ma'lumotlar eskirgan bo'lsa yoki umuman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bu sizning davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlaringizni cheklashi mumkin. Misol uchun, shoshilinch tibbiy yordam olishda agar sizning yashash joyingiz to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, tizim sizga xizmat ko'rsatishni rad etishi yoki ma'lumotlarni topa olmasligi mumkin. Uchinchidan, xavfsizlik masalasi va ma'lumotlar sizib chiqish xavfi. Albatta, barcha ma'lumotlaringiz bir tizimda jamlanganda, ularning xavfsizlik eng muhim masalaga aylanadi.
Hukumat ma'lumotlar himoyasi bo'yicha eng ilg'or texnologiyalarni qo'llashni va xalqaro standartlarga javob beradigan xavfsizlik choralarini joriy etishni va'da qilmoqda. Biroq har qanday raqamli tizim ma'lum darajada hakerlik hujumlari yoki ma'lumotlar sizib chiqish xavfi ostida bo'ladi. Shu sababli har bir fuqaro o'zining mening ID kabinetimga kirish parolining xavfsizligini ta'minlashi, uni hech kimga bermasligi va kibergigiyena qoidalariga amal qilishi shart. Turli phishing hujumlari yoki soxta saytlar orqali parolingizni o'g'irlashga urinishlar ko'payishi mumkin. Doimo faqat rasmiy saytlardan foydalaning va shaxsiy ma'lumotlaringizni shubhali joylarda qoldirmang. Yodingizda tursin, sizning mas'uliyatingiz ham bor. 4-dan raqamli savodsizlik muammolari. Aholining katta qismi, ayniqsa keksa avlod vakillari va chekka hududlarda yashovchilar raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiynalishi mumkin. Bu raqamli bo'linishni yuzaga keltiradi. Ya'ni texnologiyalardan xabardor bo'lmaganlar davlat xizmatlaridan foydalana olmaydi. Hukumat bunga qarshi kurashish uchun maxsus o'quv dasturlarini, treninglarni va maslahat punktlarini tashkil etishi kerak. Lekin sizning o'zingiz ham faol bo'lishingiz, farzandlaringiz, nabiralaringizdan yordam so'rashingiz yoki maxsus kurslarga yozilishingiz kerak. IRFP tizimiga oid har qanday o'zgarishlar va yangiliklar haqida xabardor bo'lib turish uchun davlatning rasmiy resurslarini muntazam ravishda kuzatib boring. 5-dan mulk deklaratsiyalashda e'tiborsizlikning oqibatlari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, barcha mol mulkingizni raqamlashtirish majburiy bo'ladi. Agar sizda hali ham rasman ro'yxatdan o'tmagan mol mulk bo'lsa, masalan, qo'shimcha garaj, yozgi oshxona, yer uchastkasiga noqonuniy qurilgan imoratlar, 2026 yil aprelga qadar ularni qonuniylashtirish uchun imkoniyatingiz bor. Agar siz buni qilmasangiz, bunday mulklar davlat tomonidan aniqlanganda katta jarimalar, ularni buzib tashlash to'g'risidagi qarorlar yoki hatto mol mulkni davlatga o'tkazish kabi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa kadastr hujjatlarida aks etmagan obyektlarga tegishli. Masalan, ko'plab xonadon egalarida balkonni kengaytirish, uyga qo'shimcha xona qurish kabi holatlar uchraydi. Ammo bu o'zgarishlar kadastrda qayd etilmagan. 2026 yildan so'ng bunday noqonuniy o'zgarishlar avtomatik ravishda tizim orqali aniqlanishi va egalariga og'ir yuk bo'lishi mumkin. 6-dan xalqaro harakatlanishdagi murakkabliklar. Agar siz tez-tez xorijga chiqadigan bo'lsangiz, yangi ID kartangizni xalqaro pasport bilan birga olib yurishingiz kerak bo'ladi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, xalqaro pasport o'z kuchini saqlab qoladi, ammo ID karta ichki hujjat sifatida qabul qilinadi. Ammo ayrim mamlakatlarga kirishda YRFP tizimida sizning ma'lumotlaringiz qanday aks etishi muhim bo'lishi mumkin. Hozircha bu borada aniq qoidalar yo'q. Ammo kelajakda YRFP tizimidagi ma'lumotlar ba'zi mamlakatlarga viza olishda yoki ularga kirishda qo'shimcha talab sifatida qo'yilishi mumkin. Shuning uchun sayohat qilishni rejalashtirganlar o'zlarining YRFP ma'lumotlarini doim yangilab borishlari va ularning to'g'riligiga ishonch hosil qilishlari lozim. Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismiga o'tamiz. 2026 yil aprelga qadar har biringiz nima qilishingiz kerak? Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam ID karta olish yoki yangilash. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlariga yoki Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga murojaat qiling. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz agar eski bo'lsa, tug'ilish guvohnomangiz, nikoh guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa, bolalaringizning tug'ilish guvohnomalari fotosurat joyda olinishi mumkin. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Nima qilish kerak? Belgilangan joyga boring, navbat oling. Hujjatlarni topshiring, biometrik ma'lumotlaringizni, barmoq izi, yuz surati taqdim eting va yangi ID kartangizni kutib oling. Jarayon odatda bir necha ish kuni ichida amalga oshiriladi. Ammo aprel 2026 yaqinlashgani sari navbatlar uzayishi mumkin. Shuning uchun hozirdan harakat qiling. Ikkinchi qadam, imzo olish yoki muddatini uzaytirish. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlariga yoki davlat soliq qo'mitasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Hozirda ko'plab banklar ham imzo olish xizmatini taklif etmoqda. Qanday hujjatlar kerak? ID karta, mobil telefon raqami, IN, JSHIR, davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Nima qilish kerak? Mutaxassis yordamida imzoni rasmiylashtiring. Keyin uni kompyuteringizga yoki mobil qurilmangizga o'rnating. Imzoning parolini yaxshilab eslab qo'ling va uni hech kimga bermang.
har yili muddatini uzaytirishni unutmang. 3-qadam mol-mulkni to'liq ro'yxatdan o'tkazish va kadastr hujjatlarini tartibga solish. Qayerga borish kerak? Kadastr agentligi bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Qanday hujjatlar kerak? Mavjud mulk hujjatlari, o'l-sot shartnomasi, meros qonunnomasi, sovg'a shartnomasi va hokazo. Idikata. Nima qilish kerak? Mulkingizning barcha hujjatlarini tekshiring. Agar qandaydir obyektlar rasman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, masalan, yashirincha qurilgan garaj kadastrda qayd etilmagan qo'shimcha xona, ularni qonuniylashtirish uchun ariza topshiring. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan boshlang. Mutaxassis bilan maslahatlashing. Yodingizda bo'lsin. Noqonuniy qurilishlar uchun jarimalar va hattoki buzish xavfi mavjud. 4-qadam. Bank hisob varag'i ochish va ERP bilan integratsiyasini tekshirish. Qayerga borish kerak? O'zingizga qulay bo'lgan istalgan bankka murojaat qiling. Qanday hujjatlar kerak? ID karta, mobil telefon raqami. Nima qilish kerak? Agar sizda bank hisob varag'i bo'lmasa, uni oching. Bank xodimlaridan hisob varag'ingiz ERP tizimiga avtomatik ravishda ulanishini yoki buning uchun qandaydir qo'shimcha harakatlar talab etilishini so'rang. Ko'pgina zamonaviy banklar bu integratsiyani allaqachon amalga oshirgan. Bank ilovalari orqali ERP tizimi bilan bog'lanish imkoniyatini tekshiring. 5-qadam. Mening ID kabinetimni faollashtirish va undan foydalanishni o'rganish. Qayerga borish kerak? Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mybank.gov.uz yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Nima qilish kerak? mybank.gov.uz saytiga e-imzo orqali kiring. U yerda sizning shaxsiy kabinetingiz avtomatik ravishda faollashadi. Kabinetdagi barcha ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring. Tibbiy ma'lumotlaringiz, soliq tarixi, jarimalaringiz, mol-mulkingizga oid ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar xatoliklar topsangiz, tegishli davlat organlariga murojaat qilib, ularni tuzatishni talab qiling. Eng muhimi, kabinetning barcha funksiyalarini o'rganib chiqing. Chunki kelajakda barcha xizmatlar shu orqali amalga oshiriladi. Qo'shimcha maslahatlar. Barcha hujjatlaringizning raqamli nusxalarini saqlab qo'ying. Telefoningizda bulutli xotirada. 2. Rasmiy davlat saytlari va ilovalari orqali ma'lumot oling. Shu payli manbalarga ishonmang. Imkon qadar hozirdan naqd pulsiz hisob kitoblarga o'ting. 4. Keksa qarindoshlaringizga va raqamli texnologiyalardan bexabar tanishlaringizga yordam bering. Ularga bu jarayonlardan o'tishda ko'maklashing. 5. Davlat xizmatlari markazlarida va tegishli vazirliklar veb-saytlarida doimiy ravishda yangiliklar va qo'shimcha ma'lumotlarni kuzatib boring. Hukumatning rasmiy e'lonlariga diqqat qiling. Bu qadamlar hozirda siz uchun murakkab tuyulishi mumkin, ammo ularni o'z vaqtida amalga oshirish 2026 yil apreldan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan qutqaradi. Aziz do'stlar, bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qildik. Hukumatning 2026 yil aprelga qadar har bir fuqarodan talab qiladigan yangi tizimi, yagona raqamli fuqaro profili haqida batafsil ma'lumot berdim. Yodingizda tursin. Bu shunchaki qog'oz almashtirish emas, balki davlat va jamiyat bilan o'zaro munosabatlaringizning yangi bosqichidir. ID karta, e-imzo, mol-mulkni raqamlashtirish, bank hisob varag'ini integratsiya qilish va mening ID kabinetimdan foydalanish, bularning barchasi kelajakda sizning hayotingizning ajralmas qismiga aylanadi. Bu o'zgarishlarga tayyor turish sizning kelajakdagi osoyishtaligingiz garovidir. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda savollar bo'lsa yoki qaysidir jihat haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Unutmang, kanalimizga obuna bo'lish va videoga like bosish orqali siz nafaqat bizni qo'llab-quvvatlaysiz, balki bu muhim ma'lumotning kengroq auditoriyaga yetib borishiga yordam berasiz. O'zingiz va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha